Muborak Ramazon oyi munosabati bilan bir guruh o'zbekistonlik taniqli ulamolar, imom-xatiblar va mohir qorilarning Janubiy Koreyaga tashrifi tashkil etildi. Diniy soha vakillaridan iborat mamlakatimiz delegatsiyasi Gyeongsang, Gwangju, Makpo va Daejeon kabi bir qator shaharlarda bo'lib, vatandoshlar bilan ma'rifiy uchrashuvlar o'tkazmoqdalar. Tashkil etilgan tadbirlarda imom-xatiblar Ramazon oyining ma'naviy mohiyati, islom dinining insonparvarlik g'oyalari va milliy qadriyatlarimiz haqida so'z yuritmoqdalar. Xususan, yurtimizda ushbu muborak oyga ko'rilgan keng ko'lamli tayyorgarlik, mahallalarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlari hamda ehtiyojmand insonlarga ko'rsatilayotgan mehr-muruvvat tadbirlari haqida atroflicha ma'lumot berildi. Muloqotlar davomida vatandoshlarga, ayniqsa yoshlarga islom dinining asl mohiyatini to'g'ri anglash, turli buzg'unchi oqimlar va radikal g'oyalar ta'siriga tushib qolmaslik zarurligi haqida hayotiy misollar bilan tushuntirishlar berildi. Imomlar yoshlarni ilm olishga, kasb-hunar egallashga va odob-axloq qoidalariga rioya qilishga da'vat etdilar. Tashrif doirasida tashkil etilgan iftorlik dasturida 200 dan ortiq yurtdoshimiz ishtirok etdi. Tadbirda Qur'on suralari tilovat qilinib, mamlakatimiz tinchligi va farovonligi uchun duolar qilindi. Vatandoshlarimiz ushbu ma'rifiy uchrashuvlar musofirlikda ma'naviy quvvat bag'ishlashini ta'kidlab, tashkilotchilarga o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar.